Sochi to'kilayotgan qizlarjonlar, men sizlarga shunaqangi zo'r yechim beraman. Salonga borsangiz sochinglar boshqacha hot bo'lib qoladi. Ulardagi shampunlar, ulardagi maskalar, balzamlar sizlarga boshqacha tuyulishi mumkin, to'g'ri. Lekin endi sizlar aynan o'sha narsalarni o'zingizlar uyda bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turgan narsalar hammasi Marfus mahsulotlari. Bular Turkiyaniki. Demak, mana bu yerda aynan soch to'kilishiga qarshi, sochni ildiziga suriladigan serumlar bor. Mana ko'rdinglarmi? Xudo xohlasa men buni o'zimda ishlatib ko'rib, sizlarga albatta rezultatini aytaman. Yana bundan tashqari mana bu yerda argan yog'lari bor. Bular ham soch uchun foydali. Maslikni ochib ko'rsataylik. Mana sochinglar qurib ketayotgan bo'lsa, bemalol mana shunaqa narsalardan foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Xullas, bu argan yog'lari sizlarning sochinglarni parvarish qiladi, oziqlantiradi, namlantiradi. Ayniqsa sochi qurib qolgan qizlar va sochi yarimta bo'lib sinib to'kilib ketayotgan qizlar, bu gap sizlarga tegishli. Bu yerda argan yog'lari, bunisi bo'lsa soch to'kilishiga qarshi maxsus shampun, mana bunisi bo'lsa aynan sochinglarni taravotganlarda chigalini yechib yuboradigan spreylar. Bundan tashqari, mana bu yerda sochinglarga umuman zarar yetkazmaydigan termozashita laklar bemalol xohlaganingizcha ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunisi bo'lsa uходовый shampun. Buni ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hech qanaqa allergiya bermaydi. Hammasi juda ham zo'r sifatli bo'lgan mahsulotlar. Va yana ulardan tashqari, mana bunaqangi soch to'kilishiga qarshi bo'lgan biotin maska. Bunisi bo'lsa argan yog'idan maska. Sochingizga surib qo'ysanglar, bular ham uhod qiladi sochinglarni. Xullas, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, palon pul sarflab, salonga borib, sochinglarni bir narsalar qildirib, bir martalik narsadan foydalangandan ko'ra, o'sha pulga sizlar o'zingizlar uchun uyingizga mana bunaqa narsalardan olib kelib qo'ysanglar, salonga borishga va boshqa joydan sochinglar uchun uhod qildirishga ehtiyojinglar qolmaydi. Bu mahsulotlarni sizlar bemalol Uzum marketdan topishingiz mumkin yoki bo'lmasa sizlar uchun men profillarni yozib qoldiraman. Bemalol kirib o'tib zakaz qilsanglar bo'ladi. Uyingizgacha yetkazib berishadi, dastavka qilib berishadi. Viloyatlarga ham dastavka bor.